Mana bozor sizlarga. Olib chiqing, tog'oraga solib chiqing, sharabara keldi-yu. Biz bugun millionerlardan intervyu oladigan Jahongir Latipov uyiga kelganmiz. Sizlar uchun uylardan qimmatbaho narsalarni sodalashib arzonga olib chiqamiz. Va nihoyat do'stlar, biz kutgan kun keldi. Assalomu alaykum O'zbekiston hammaga. Xullas, Jahongirga narsalarni bosib olib chiqibdilar. Baholaymiz bo'lmasam. Do'stim, ikkita narsa kim bor ekan? Katta odamlar bilan intervyu qilgan biz Jahongir Latipov hozir Karolnada, bir Shalandada keladi narsada paypoq ko'tar. Chetlarga chiqqandan atelada qolasiz. Jinni odatim bor-da, bu narsa yoqib qolsa olaman. Kiprlardan, Montenegrolardan, Istanbullardan narsalar zo'r, ish pul. Mayda-chuda narsalar o'ptimiga naqlaymiz. Beringmi? 1000 so'm. 2000. Xitoy choy bor ekan, 2 xilidan. Rossiyalik, varenya. 11000. Mayli, sraz yaxshi berdingiz, insof bilan berdingiz. 1000 so'mdan boshladingiz boya. Giorgio Armani. Demak, Tailanddan, короче, sovunadi bu, hidi bor edi. Hidi yo'q qoldi. 7000. Jigarlar Armani atirini sovuni bilan 7000 ga olib ketsanglar bo'lar ekan. Mana bunaqa narsa zakaz qilindi internetdan. Quloq tozalaydigan, короче. Ishlatilmagan, kamerasi bor-da, короче, quloqingizni chetqisiz ko'rsatadi, burningizni chetqisiz ko'rsatadi. Mini Lore Combine. Mana shuni sovg'a qilishganda endi xrustalni anomi. Bu kuchuk qator paydo bo'ldi, bilmadim. Bu Hermesmi bu? Hali Jim Carrey naqadan yasaydi, sharda. Laycha zotli it. Quloq tozalaydigan stal chu, hech pul. 22000. Mayli. Bunaqa trimer yangisini sovg'a qilishdi. Jack Pro mashtabdan manzur bu. Bo'ldi, 100 ming bering. 300 ming. Bo'ldi, 100 ming ketdi. Anatomический podushkalar 40 ming. Bo'ldi. 20 ming. Bo'ldi, savdalashib o'tirmang. Jigarlar 40 mingga sotib olsanglar bo'ladi. Mana bozor sizlarga. Siz kutgan narsa yo'q. Nimagadir siz o'zingizga o'xshamayapsiz. Latipovni bering, bitta bering Latipovni. Bunga kirsam, kerak emas bir pochka yotgan ekan. Bu estaliga menga. Yana bormi? Yana bering. Bitta bering. Hali mana jackpot Ermadan ana platok sovg'a qilishdi. 700 mi? 500 yevroga turadi-da. Bizani bozor shunaqa bozorki, yoki internet, ko'chada nesh pul bo'lyapti, vashi qizig'i yo'q. Bu tarasiga gaplashamiz. Xudo kelishamiz-da, men sizga bergan pulni olmayman. Bu muhtojchi ko'ribman, men tutami yo'q. Odam tanishinglar bor bo'lsa, faqat yo'ramiz tarafasiga. Sizni nomingizdan biz yetkazib qo'yamiz aytgan odamlaringizga. Respekt Jahongir akaga. Prosta. Aka $50 bersak bo'ladimi? Bo'ladi. Bozorim, sindiryapsiz, ketavering. Sizdan nesh pulga olsak, 1 so'm pul ustiga qo'ymasdan shuni sotamiz. Ha, $50 ga oldingiz, $50 ga bo'ldi. Xullas o'rtoqlar, biz hisoblab chiqdik, 10 milliondan oshib bo'lgan narsani Jahongir akaning uyidan shundoqqina sipirib olib chiqib ketyapmiz. Va albatta, bizani profilga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Shunaqa qimmat narsalarni sizlar uchun arzon narxda olib qo'yamiz. Like do'stlar, like. Harakat qilma, o'rnini yonida shundoq. Tash. Tamam. Assalomu alaykum. Sizlarga yaxshi. O'zimsiz? Yaxshi keldingiz. Mana okamlarga nasib qilgan ekan, Ermes original-yu. Ha, o'zi aka. Aka zo'r narsa ekan. Ha, zo'r. Yoqdimi sizga? Zo'r. Puliga arziydimi? 100%. Bu yoqda mana qarang. Kuchi, shu boy yetganimiz. 2000 dan ham yengil naski. Bu yoqda jem bor. Nech puldan oldingiz aka bilan? 10 puldan. 11 mingmi? Shunaqa. Nech pulga oldingiz buni? 11 mingmi, 22 mingmi? 22 mingga oldingiz. Buni har xil davlatdan olib kelgan ekan. Nima shu narsada? Hammasi. Sizga yaxshiligingizga ishlating. Ishingizga omad aka, proyektingiz zo'r ekan. Ilohim, joningiz sog' bo'lsin aka. Zo'r aka. Barakasini bersin, yaxshilik ishlating. Keyingilarni kutib qolinglar. Undan ham qizuvlari hali oldinda bo'ladi. bizning mijozimiz o'zlarining mahsulotlarini olgan kelyaptilar. Anatomический matras, atir va sovun 27 ming beradilar. Arzimaga 27 ming mana shu narsa olib ketyaptilar. Ba'zan 50 ming yurib keldingizmi? Atir tushib qolmasin aka. Moshina bor, moshina deydi. Qarang. Mana atir aka, bu 3 martadan sepilgan ekan. Unga roziman. O'zi o'sha rozi bo'lmasangiz ham 7 mingga qolib qolavering aka. Yaxshilik ishlating aka. Hozir bosh ishon bo'ldim. Keyin so'radi haqiqatan 7 ming dedim. Ha, dedim keyin sraz kartadan tashlab hal qo'yib qoldi. Aka, xayrli bo'lsin, yaxshi ishlaylik. Rivoj, kattakon rahmat. Yaxshilik bormi lekin? Yo'q, akizlar. Kuzatishda davom eting, zo'rlari chiqadi aka. 500 ming pul istaladi jigar. Yo'q deganda. Yaxshi ko'rishaylik. Hop, Rahmat. mana mijozlarimiz kulib ketishyapti, biz shundan xursand bo'lamiz. Biz tekinga ishlaymiz. Tangan shaqir shukurga ishbozmiz. Jahongir Latipovdan olgan narsalarimiz 3-chi egasi keldi. Nimada? Anatomический podushkamidi? Nimami? Oling aka. Assalomu alaykum. Jack Pro brendidan mashina и quloq tozalaydigan kamerasi bor. Okay, omonatni berdim. Joningiz sog' bo'lsin.
Yaxshilikni ko'rishinglar, yaxshilik ishlatinglar, aka. Hammaga rahmat, kuzatishda davom etinglar.